Boltni ayrim ustakalarimiz moylab, ayrimlari esa quruq qotirishadi. Bularning qaysi biri to'g'ri? Bu ikkiga ajralgan guruhni qaysi biri to'g'riligini siz hozir o'tkaziladigan tajribada aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun bizga blok ikkita bir xil turdagi bolt, bittasini quruq holatida, ikkinchisini esa yaxshilab moylab turib qotirishga harakat qilamiz. Birinchi urinishda 20 kuchlanishni berganimizda ko'rib turganingizdek hech qanaqa muammosiz qotdi. Ikkinchi urinishimizda 40 kuchlanishni berib ko'ramiz. Quruq holatida ham, moylagan holatimizda ham hech qanaqa muammolarsiz qotdi. Uchinchi urinishimizda 60 kuchlanishni beramiz. Quruq holatida ham, moy holatida ham boltimiz muammolarsiz qotishni ko'rishimiz mumkin. Oxirida esa 85 kuchlanishni berib ko'ramiz. Quruq holatida muammo bo'lmadi. Endi bo'lsa moylangan holatida ko'rganingizdek bolt uzib chiqdi. Ko'rganingizdek moylangan holatida bolt uzganini ko'ramiz. Quruq holatida esa hech qanaqa muammolarsiz rezbani uzgani yo'q. Ko'rib turganingizdek moy bilan qotirilgan bolt rezbani o'zi bilan uzib chiqdi. Siz bo'lsa qaysi tarafdagi ustani tanlagan bo'lardingiz? Men bo'lsam avtoritetli ustani tanlagan bo'lardim. Chunki men uchun ishonch va sifat birinchi o'rinda.